So'nggi yillarda Surxondaryo viloyatida ham bunyodkorlik ishlarining ko'lami kengayib bormoqda. Mazkur yo'nalishdagi tadbirlar sport sohasini ham qamrab olib, bir qator sport obyektlari qurilyapti. Muzrabot tumanida yangi sport zalining bunyod etilib foydalanishga topshirilishi hudud yoshlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. So'nggi yillarda Surxondaryo viloyatida ham bunyodkorlik ishlarining ko'lami kengayib bormoqda. Mazkur tizimli ishlardan sport sohasi ham chetda qolayotgani yo'q. Kundan kunga zamonaviy qiyofa kasb etgan sport inshootlari yangitdan bunyod etilib, foydalanishga topshirilmoqda. Buning natijasida esa hudud yoshlari malakali murabbiylar ko'magida o'zlari qiziqqan sport turlari bilan shug'ullanib kelyaptilar. Muzrabot tumani yoshlari uchun ham yangi bir inshoot qad rostladi. Sport zalining ochilish marosimi ham bayramona kayfiyatda o'tdi. Mas'ul xodimlar, sportchilar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etgan tadbirda mazkur sport inshooti tuman yoshlariga har doim ochiq va yetarlicha sharoitlarga boy ekanligi ta'kidlandi. Bir guruh sport fidoyilariga tashakkurnomalar topshirildi. Shundan so'ng ramziy lentalar kesilib, zaldagi sharoitlar bilan tanishildi. Tumanimizda sportchi yoshlarimiz mana 1450 nafarga yetdi. Trenerlarimiz soni 45 tadan oshdi. Sportning 15 ta turi bo'yicha shug'ullanishadi. Muzrabot tumanida sport bayrami desak ham bo'ladi. Sport maktabida yangi sport zal ishga tushdi. Endi bemalol barcha yoshlarimiz kelib, eshiklari ochiq. Shu bugundan boshlab sportning har xil turlari bo'yicha tajribali mutaxassislarimiz qo'lida shug'ullanishlari mumkin. Sport zal qisqa fursatda bunyod etilgan bo'lib, barcha talablarga javob beradi. Zalga to'shilgan tatamida turli musobaqalarni o'tkazish mumkin. Yangi obyektning hajmi 12 ga 28 metrni tashkil qiladi. Zarur inventarlar, yuvinish va kiyinish xonalariga ega mazkur inshootning bunyod etilishiga 1 milliard 341 million so'm mablag' ajratildi. Endilikda mazkur zalda yakkakurash sport turi bilan shug'ullanuvchi yoshlar o'zlarining jismoniy mahoratlarini oshirib borishadi. Malakali murabbiylar esa sport turlarining sir asrorlarini o'rgatib, yoshlarga yangi ufqlar sari yo'l ochishda yordam beradilar.